Junglida 2 hafta bitta o'zim yashadim. Men ilm yo'lida, o'zimni anglash yo'lida jungligacha bordim. Haqiqiy inja hislar bilan men 2 hafta yashadim. Men juda ham qorong'ulikdan qo'rquvim, yolg'iz qolishdan qo'rquvim juda ham kuchli edi. Men shu ilm izlab o'sha Ekvadorgacha borishimda men orada Turkiyada qolib ketdim. Turkiyada o'sha Dalaman vodiysi bor ekan. Dalaman vodiysida 3 qavatli mehmonxonada hech kim yashamaydigan mehmonxonada bir o'zim bir kecha tunadim. Eng qo'rqinchlilaridan. Ekvadorga bordim. U yerda o'ziga yarasha yo'lda meni juda ham katta sarguzashtlar kutib turardi. Lekin baribir qaytmadim. Haqiqiy inja hislar bilan junglida yashadim. Men uchun ajratilgan bitta xona berishdi. Men o'sha xonaga joylashdim. Men juda ham ilonlardan qo'rqardim. Yirtqich hayvonlar kelishi mumkin edi. Ilonlar kelib chaqib o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Lekin men Allohga tavakkal qilib, Allohga o'zimni 100% o'zim ishonib topshirib, agar meni jonimni shu yerda olish buyurilgan bo'lsa, men roziman dedim. Chunki men bilim izlab bordim. Mani savollarimga javobni men bu yerdan topa olmadim. Men o'sha yerdan topdim. Men o'sha yerda 2 hafta haqiqiy inja hislarning orasida, lekin o'zim uchun ajratilgan bitta xonada yashadim.